Hürmetli vatandaş, bugünkü islaha 2023 yıl 3. ayının 4. günü haftaga şembe vatandaş. Ben tünigen sizlerge Amerika Qo'shma Shtatlarga va'da berib, va'dasini yeni bilib, prezidentlarga masalan prezident Trump'a yeni bilib 4 yıl avar qildi. Qurulmuş islahati degendim. Bugün endi men bununla üzem şunu sözlep durup, üzem taz çonqur işenmegenmiş qurulmuş islahati Cöngödü yani oturga çıkıp kaldık o dep aşında oylagan tünügün vatandaş. Bugün Angliya pul muamele gazetinin bir parça haberi kepti. Bu haberge endi işenmeymen digili bulmaydı. Angliya pul muamele gazeti. Amerika'da Wall Kuts'i, ananikin başı gezi jurnalla, Angliya'da pul muamele gazeti, bula dünyada nopozluk. Yaka rastçılık bilen vaziyetini nayt ihkam, nayt önümlü közütüşü bilen, sezgürlük bilen dan çıkagan gazetler ve jurnallar vatandaşı. Hazır siz bana dikkat kılın, pul muamele gazeti kandak mavzu koyuptu. Amerika Qo'shma Shtatlar delazer, Cöngö'nün içki siyaset terakkiyatıga ta'sir ko'rsatmoqda. Dikkat vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlar delazer, Cöngö'nün içki siyaset terakkiyatıga ta'sir ko'rsatmoqda. Mavzulu haber 3. günü pul muamele gazetinin Xitoy tili torbiyeti de ilan qilindi. Haber bundak başlandı. 2. ayının 28. günü Merkezi Komitetinin 2. umumiy yig'ini tug'in biz sizlarga deydi vatandaşlar. Nima dedi? Qarab turing, qanday qarar ma'qul dedi. Partiya ve devlet organlarini isloh qilish loyihasini ma'qul dedi. Nima dedi tug'in? Devlet aparatı, devlet mashinasi, devlet organları yoki devlet bankisi. Bu endi devletning jeniga vatandaş, nima qonun adliya, saqchi bu arbiya degandek. Devletning jeniga devlet şoğu vatandaş. Muşu sahalarni isloh qilish. Hozir bu yerda mushundaq isloh qilish bu qatim 20. qurultayning 2. umumiy yig'inida 2. ayning 28. günü ma'qullandi dedi. Yig'in axborotida nima deyildi? Mana diqqat qiling vatandaş. Qurulmuş islahatını çonqurlaştırganda Merkezi Komitetinin merkezleştirip rehberlik kılışını küçeytiş gerek değildi. Hem de partiye Merkezi Komitetinin siyaset orullaştırış nopuzunu ve ciddiliğini qoğdaş talep kılındı. Demek Cöngö'de ciddi siyaset var. Arlıqda Johnson'a nimi degeni de Cöngö'de bir ciddi özgürlük bolamdı nime degeni. Hazır bir yerde Merkezi Komitet siyaset orullaştırıldı. Bu nopozunu qoğdaş gerek, küçeytiş gerek. Merkezi Komitet siyaset orullaştırıldı. Bunun ciddiliğini düşünüş gerek. Hazır şundak değil, bu mavzu qarab tahlil qilayli. Xalqaro jamiyat bu to'g'rida nima dedi? Mundaq deyishdi. Bu qatimki islahat Cöngö Kompartiyasının nopuzu ve rehberliğini küçeytişini gevdilendirdi dedi. Bunda xalqaro jamiyat odilli cevap verdi. Hazır buluvatqa işten nima ekanligini yoki pul muomala gazetida tasvirlanayotgan mavzu qo'yilgan mavzuning echib berilishigami dunyoda diqqat qilmaydi. Nima dedi? Kompartiyanın nopozunu tiklash, rehberligini küçeytishdir. Şunu gevdilendi dedi. Haber yazgıcı, yani pul muamele gazeti mundaq hesapladı vatandaş, dikkat vatandaşım. Bundaq yüzlünüşlük islahat, yani Cöngö'da başlanadigan qurulmuş islahatı, yüzlük islahat Cöngö'nün tashqi dünya muhitiga münasebetlik. Tushundingizmi?
Tashqaridan kelyapti deb bilsam, birla Amerika Qo'shma Shtatlar emas. Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi ittifoqdosh davlatlar, G'arbda Germaniya, Angliya tarafdan kelyapti deb bilsam, bu besim muhit paydo qildi, bu besim dunyoviy muhit paydo qildi, bu muhit hozir Jungoning ichki muhitiga ta'sir ko'rsatdi deydi. Gorbachevni esinglardan chiqarmanglar, juma mush paytda vatandosh. Gorbachevning shu vaqtda beshig'i kelgan kun, bugun Jungo yoki Jongdan Xayning beshig'i kelyapti deb mashunda o'ylang vatandoshim. Mashunda o'ylang. Ko'rdingizmi? Tashqi dunyoning vaziyat muhiti hozir Jungoning vaziyat muhitiga, ya'ni Jungo boshlamoqchi bo'lgan qurilma islohotiga ta'sir ko'rsatyapti deydi. Bo'libmi? Amerikaning Jungoga qayta besim ishlatishiga munosabatlik. Amerikaning Jungoga qayta besim ishlatishiga munosabatlik. Amerika hozir Jungoning ichki siyosat taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatyapti. Tushundingizmi vatandoshim? Sohbatlar, diyaloglar, so'zlashishlar, kishilik huquq tadbirlari va kishilik huquq to'g'risida ishlatilgan besimlar va nima siz bilmaydigan besimlar bugun natija badiiy desangiz, masalan, avval shuna deb turaylik. Jungo Kompartiyasi hozir qurilma islohoti olib boradigan bo'ldi dedi. Hatta bu qurilma islohotining yirik ijtimoiylashgan bir tarafi shu bo'ldiki, hozir lo'ttirg'i chiqdi. Nima? Yerlik hukumatdan tortib markaziy hukumatgacha, ministerdan tortib ko'jonggacha yoki bo'lim boshlig'igacha har qanday rahbariy odam rais Xi Jinpingga o'zining xizmatidan doklad olish kerak. Tushundingizmi? Buning ma'nosi nima? Manchun xandonligi, Manchu imperiyasi davridagi Jungoning hukumat davlat apparatini esingiz keltiring. Eng oxirgi imperiya shuni keltiring. Hozir bu sistem shu Manchunga kelayotgan sistemda, lekin maqsad bu. Maqsad boshqa nima? Markazlashtirish. Huquqni markazlashtirishning ikki tarafi bor. Biri qilaman deganni qiladi. Agar xalqaro besim shu yerga yetgan bo'lsa, xalqaro besimning talabi bo'yicha qilaman deganni qiladi, huquqni markazlashtirdi. Buning uchun hozir Jungoda ko'tarilgan g'avg'o joy-joylarda, o'lka-o'lkalarda, buning ichida Xinjiang degan o'lka yo'q ekan, ya'ni mustamlik Uyg'uristonning ismi yo'q ekan, ishki Mong'ol va Tibet barkan bu o'lkalarda urushga safarbarlik qilish ishxonasi qurilib bo'ldi. Bu demak urushga tayyorlik qilish ishxonasi, safarbarlik qilish ishxonasi. Bu har bir grajdanning nervlarini jiddiylashtiradigan shior, jiddiylashtiradigan siyosat. Lekin bu jiddiylikning ichida ichki jihatda, qurilma jihatda nima o'zgarish hosil qilasan degan bu gap intayin muhim gap to'batanda. Biz tahlil qilamiz o'tganda vatandoshim Erkin Tuniyaz. Xinjiang Uyg'ur Avtonom Rayonlik hukumatning raisi Erkin Tuniyaz. Biz 2 ayning 14, 15, 16, 17 mushu atrofda dal Myunxenda xalqaro bexatarlik yig'ini echilayotganda Londonni avval uningdagi Bruselni ziyorat qilmoqchi bo'ldi, to'xtab qoldi. Hozir tashqi dunyodagi qarshilikmi deyli, Angliya parlamenti a'zolaridan qarshilikmi deyli, gap bu yerda emas. Erkin Tuniyazning Londonni ziyorat qila olmaganligi Jungoning diplomatiya ishlari amaldori Wang Yi bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi Antony Blinkenning Myunxendagi suhbati balki Jungoning kutgan yerdan chiqmadi. Erkin Tuniyazning Londonga elib kelish balki Uyg'urning kishilik huquqiga ko'ngil bilayotgan dunyoning kutgan yerdan chiqmadi. Shunlashqa Erkin Tuniyaz o'ttirdi, to'xtab qoldi.
Siz bizning nazarimizda Erkin Tuniyaz birinchi Aqayib, ikkinchi Nazarboyev, uchinchisi Karimov bo'lishi mumkinligi. Bo'lish mumkinligi. Sizning va mening nazarimda vatandoshim. Biroq uning Londonni va Bruselni ziyorat qilish to'xtab qoldi. Men hozircha yuqorqi sababni keltirdim. Alloh xolisa sizni aman qilsin Xudo. Bizni aman qilsin Xudo. Buni taraqqiyot jarayonida ko'ramiz. Bir so'z nima boshda nima dedi hozir? Men dedim, boshqa xabarlarga ishonmasammi, bugun pul muomala gazeta Angliyaning Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy deyli, yoki qayta elib kelayotgan besimi deyli, hozir Jungoning ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatishga boshladi. Endi biz boshda vaziyat to'g'risida nima dedik? Jungoning ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatsa, bu Jungoda ijobiy natija beradi. Masalan, siz biz qabul qila oladigan. Yoki Jungoda ta'sir ko'rsatsa, salbiy natija beradi. Tamam, vatandosh hozir demak bir islohot, bir qurilma islohoti, hukumat apparatlarini deb turg'ana, davlat mexanizmi, davlat mashinasi, davlat qurilmasini o'zgartimiz deb turg'o. Diqqat qildingizmi? Oshkorli shundoq deb turg'o. Buni keyin ko'ramiz. Hozir endi Amerika Qo'shma Shtatlarining maydoni nima bo'ldi qaramamsiz? 3 signal. Birinchi, sen Rossiyaga harbiy qurol-yarog' sotib beramisan, yo'q. Oqibat intayin og'ir bo'ldi. Ikkinchi savol, Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisida qurilgan Jungo komiteti. Buni hozir Jungo masalasi komiteti deb botishyapti to'rbatlarda. Amaliyoti Jungo Kompartiyasi bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasida raqobatlashish komiteti. Buni xilma-xil gaplar aytyapti. Endi uchinchi signal. Ikkinchi signal nima edi? İkinci signal Tayvan meselesi. Kural setip beriş, Jungo meselesi komiteti, kural setip beriş Rusya, Jungo meselesi komiteti, Amerika Devlet Meclisi, üçüncüsü Tayvan meselesi. Tayvan meselesi bir nazar ağdıraylı vatandaşım. Tayvan meselesi növbette agar ciddilikte muşu derecege yetip kelgen bolsa, endi eçilip ketdi o'ttirdi ki gap. Jungo'nun içki işemez tügede. Bu Kompartiya için aytganda 80-90% besim yetip geldi. Belki en ahırkı bir kadem qilib qaldi dabirin vatandaş. Tayvan için aytganda. En ahırkı bir kadem qilib qaldi deseniz de bo'laverdi. Bu kadem qandaq yuz berdi, qachon yuz berdi? Siz bizga noma'lum vatandaş. Tügede, Tayvan tügede. Şuna Jungo Kompartiyasının bu qatımqı Beijing'deki ishki qurultayı bu siyasetga qandaq taqabul turdi? Qandaq söz ibora qaytirdi? Bayonotchilar deydigan deb bo'ldi. Orda yetishemidi vatandosh? Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlisi a'zolari guruh umak bo'lib o'tgan yili 8-oyning 2-kunida va uningdan burun toki hozirgacha hatto sobiq parlament boshlig'i Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilib bo'ldi vatandosh. Yaqinda askariy qismlar ko'paytirildi vatandosh Tayvanda. Bu dedik, nima dedik? Tayvanni yerim shaklda e'tirof qilish dedik vatandosh. Demak, tugul Tayvan oshkor bo'lib ketdi. Bosh deb turg'i. Endi Tayvan to'g'risida gaplar ochiq oshkora. Deydig'imizni davrimiz, qiladiganimizni qilaveramiz. Ag'ir gap. Shunga Jungo Kompartiyasi mushundaq vaziyat, mushundaq besim ostida ishki islohot emas. Burungi islohotlar tugadi o shakldagi islohot emas. Bu qatimqisi siyosiy degan ismni olmabdi. Qurilma islohoti debdi. Buning ma'nosi siyosiy islohot degandir. Deganlikdir. Buning ma'nosi Gorbachev mang'ay yo'lda mang'aman deganlikdir. Gerçi aşkarı demesi ama sen şunu başlasanglam,
Şundaq buludu. Men Gorbachev mangan yolda manga. Men Gorbachev'nin siyaseti qayt kuruş. Bugün növbet geldi. Cungo Kompartiyasının içki siyaseti kurulma karakterlik özgürlük, kurulma karakterlik islahat elip beriş, umumiyizlik islahat elip beriş. Bunun için hukukla merkezleştiriş. Nimişka? Gep anlaydıgan kılış gerek de vatandaş. Şunak mı ya? Bir siyaset yaptığına ciddiliği ve siyasetin nopuzunu qoğdaş üçün, bunun nopuzunu qoğdaş üçün neme depti? İslahat ceryanı da hukukla merkezleştiriş. Hukukla merkezleştirip kılırgan gepimni kılıman. Siz oylap bakın, ilişkilikle oylap bakın. Jungo'nun Tayvan'a hücum kozgusu mümkün mü? Şundak cüret var mı? Tayvan'a hücum kılıdığan bolsa bu dünya nime olup ketidi? Ukrayna emas bu iş. Hazır Ukrayna'nın Rusya kirgendi bu üzemnin zimini Ukraynalar, Ruslar, Ukraynalar degen bağını bilen kirdi deyli. Bugün Tayvan'a nime dep keledi Jungo'luk devlet işlakatı Antony Blinken eçebet. Tayvan Jungo'nun içki işemez. Tayvan Jungo'nun zimin emez. Tayvan birlik keltirdiği oböket emez. Tayvan halkara mesele. Halkara cemiyetinin, bütün dünyadaki devletlerinin menfaati var bir yerde. Amerika kol uyuşturup qarap durmaydı. Demek Amerika deydiğanı dep boldu degen gep etendir. Muşunun bilen yani demigen, lekin deyildiğen gepler. Tibet meselesi, Uyguristan meselesi kandak tertip bilen oturgu çıkıdı. Abdunum Rayı'nın hükümetinin başlığı Erkin Tuniyaz'dan tuyuksuz London'a bir seferden kelip kalganlığı ve yaka tuyuksuz yani London'u ziyaret kılmakça boğallığı nimeden direkt biri de vatandaş. Bu işler bir tutaş, müşünde kilediğen bolsa eninin ahırını görümüz, terakkiyatını dikkat kılın. Bugünkü gep, Jungo'daki umumi islahat, yeniden başlanılan kurulma islahatı doğrusudur gep. London pul muamele gazetinin gibi. Bu gep ne? Kiler kıtım yani sözleydiğindek, devamlaştırdığındek durumuz. Çünkü Jungo'da bu tüncü kadem, taşlangan tüncü kadem de hesaplanıdı vatanda. Şunda karılış gerek de. Rahmet sizlerge leksiyelerini anlattığınızla vatandaşım demek hazır